O'g'il ko'rish uchun aynan qaysi kunlari jinsiy aloqada bo'lish kerak. Statistik ma'lumotlarga qaraganda har ikki ayoldan biri farzand jinsini rejalashtirishga qiziqadi. Doказательный meditsinada farzand jinsini 100% isbotlangan rejalashtirish uslubi yo'q. Bulardan nisbatan ishonchlisi ovulyatsiya metodi hisoblanadi. Har sikl 28 kunlik bo'lgan ayol uchun ovulyatsiya hayzi 14-15 kunlarga to'g'ri keladi. Aynan hay sikl 28 kunlik bo'lgan ayol hayzini 14 va 15 kunlar aloqa qilsa, tug'ilgan moyillik nisbatan yuqori bo'ladi. Endi hay sikl 35 kunlik bo'lgan ayol uchun ovulyatsiya hayzini 17 va 18 kunlariga taxminiy to'g'ri keladi va hay sikl 35 kunlik bo'lgan ayol uchun hayzi 17-18 kunlarda aloqa qilinsa, o'g'il bo'lish ehtimoli nisbatan yuqori bo'ladi. O'g'il ko'rish uchun ovulyatsiya darajalari muhim hisoblanadi va ovulyatsiyada ajralgan suyuqlik sig'imi muhim hisoblanadi. Aynan siz o'g'il farzandni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, ovulyatsiya darajalarini bilish uchun direktdan ovulyatsiya so'zini yozib qoldiring va sahifamga obuna bo'ling.